Jahon chempionatiga chiqish bo'ldi. Biz jahon chempionatiga chiqadigan bo'lsak, bu bitta mazasini tatib ko'rish bo'ladi-da bu. Kerak bo'lsa Trump talab qilayotgan $5 million qo'yib bo'lsa ham qo'llab-quvvatlash uchun boradi. Enfieldda Liverpool o'yinidan oldin muxlislar qo'shiq aytib turishini o'zi katta bitta atmosfera-yu. No, lekin bitta narsani ham tushunish kerak. Ular 22 tada. Ular 22 ta. Qolgan 37 million aholi bo'lsa, hozir 37 million odamning ichidan saralangan 22 ta ular. Futbolistlarimiz bizni muxlislarga imkoniyat berish kerak. Bizni jamoani jahon chempionatida qo'llab-quvvatlashga ag'ini bizga qo'yib bersin. Bu terma jamoaga menimcha gapirishga hamma haqqi bor. Sizda ham, meni ham, bizni ko'rib turganlarim, siz ham gapirsangiz bo'ladi aka. Menimcha bu hamma o'yinda yetishmaydigan narsa. Nimadir? Yutqizib bersa va biz bilib qolsak, bu sotqinlik bo'ladi. Erodigan yo'q qolmaydi, lekin yutqizsa rahbariyatga murojaat bo'ladi, yutsa raqibga murojaat bo'ladi. Qoramang, qanaqasiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga alohida. Mana shunaqa sport loyihamizga vodiyliklar keldi deb kutmoqchi edim, musiqa boshqacha bo'lib qoldi-da. Vodiy to'g'risi futbol bo'yicha menimcha qiziqmagan odam yo'q. Bitta men qiziqmayman. Qolgan hamma diferat. Men sizdan endi so'ramoqchi edim, vodiy futbolda nima gap? Yangi mavsum boshlandi. Xabaringiz bormi o'zi vodiyda futbol bo'layotganda? Vodiyda futbolidan men ichidaman desa ham bo'ladi. Ayniqsa hozir Neftchiga bizni ishchi guruh sifatida qabul qilishgan. Shaxsan hokim tashabbusi bilan qattiq tashlayapti. Neftchi bu yil chempionlik uchun kurashadi. Endi Andijonni gapirmasa ham bo'ladi. Andijon o'zbek futbolini qanaqadir boshqacha bir darajasiga olib chiqdi. Muxlislar qo'llovi bilan. Namangan endi eskitdan poddershka bo'yicha ham birda turibdi. Baribir Vodiy hozir boshqa komandalar bo'lishi mumkin yuqori o'rinlarda, lekin Vodiy hali yaxshi kurashadi. Anaqa Vodiyni Andijonni stadioni xuddi Liverpoolda anaqasiga o'xshab qolyapti, atmosferasiga. Muxlislari bilan chiroyli takoy, muxlislari qo'llab-quvvatlashi. Liverpool o'yinidan oldin muxlislar qo'shiq aytib turishini o'zi katta bitta atmosfera-yu. Hamma maza qiladi. Qaysi klub borishidan qat'iy nazar, qaysi murabbiy borishidan qat'iy nazar, hamma matbuot anjumanida, o'yindan oldingi matbuot anjumanida ham o'sha to'g'risida aytadi-da. Biz ana atmosfera agar yeb qo'ymasa deb boshlaydi, bugungi o'yinda yaxshi o'ynaymiz deb. Muxlislar zo'r Andijonniki, umuman o'zbek futbolining oxirgi mana shu yilda menimcha shunchaki muxlislarning eyforiyasi, muxlislarning yengilligi bilan umuman jaydar qilib aytganda yeb tashadi. Hattoki o'sha Parij Olimpiadasiga ham Andijon futbol fan klubi boshchiligida fan klub bordi. Yo'tda o'sha O'zbekiston nomidan Temuriylar keldi, Boburiylar keldi. Hammani lol qoldirdi. Erongacha borishdi-yu. Eronda ham bo'ldi. Alohida O'zbekiston futbol fan klubidan tashqari Andijon viloyat hokimi menimcha o'zlari qo'llab-quvvatlab Andijon futbol fan klubini yubordi. Alohida reys bilan. Ozodiyda qimillab yurishdi-yu. Ko'rdi. Ya boshqacha endi haqiqatda endi futbolga chista kayf uchun, qo'llab-quvvatlash uchun bir narsalar tutatib, haligi odam g'uboridan chiqish uchun kiradigan davrlar keldi, ayniqsa vodiy futbolida. Endi eskitdan stadionda bilet qolmasdi, vodiyda yaxshiroq derbi bo'lsa agar, endi bilasizlar, misol uchun boshqa stadionlar unaqa to'lmasligi mumkin, lekin vodiyda vodiy komandalari o'ynaganda yonadi doim. Mana siz o'shatdasiz-ku o'yinlardan oldin, mana kecha O'zbekistonning o'yinidan oldin ham bilet qolmagan, ko'chada chayqovchilar ko'p. U yoqda doim bo'ladimi shu narsa? Doim bo'ladi. Bormi shu narsa? Da, doim bo'ladi. Chunki qalbaki biletlar. Ha, endi qalbaki bilet masalasida bo'ladi. Chunki nimaga talab bo'lgandan keyin baribir tadbirkor xalq nimalardir o'ylab topiladi. O'shuning uchun ham doim talab kuchli bo'lgani uchun vodiyda masalan yosh kattalar, hali biz-ku mayli, xo'p, qonimiz qiziq, kirib haya qilishga o'chmiz, lekin Neftchini ayniqsa yosh katta auditoriyasi bor. O'sha Neftchini yulduzli ketma-ket 5 yillab chempion bo'lgan davrlarini hali ham qo'msaydigan auditoriya bor. Bular o'sha yerda qarasangiz do'ppili tog'alar ham bor, to'nki bo'lgan akalar ham bor.
qattiq xullas kalom bilet bo'yicha umuman kirish o'tirish yaxshi joydan joy olish bo'yicha yaxshigina kurashib ketadi. Muxlislik shunaqa darajada kuchayib ketdi, endi jamoalarning o'yinidan даже o'tib ketdi-da, menimcha hozir. Ya'ni komandalarning o'yinidan. Endi o'zi qaysidir tomon tortish kerak edi. Misol uchun xo'p qanaqadir muallaq bo'lib qoldi o'zbek futbolining rivoji deylik. Baribir ichki chempionat kuchli bo'lmasa, buni tashqi dunyoga chiqishi, Osiyo chempionatlarida o'rin egallash qiyin edi. Yo futbolchilar tortib olib chiqib ketish kerak edi klublar yoki muxlislar poddershka bilan qo'llab-quvvatlab nimadir tortish kerak edi. Baribir muxlislar sal oldinga o'tib ketdi. Misol uchun oddiy misolida ko'radigan bo'lsak, qo'llab-quvvatlash Yevropa darajasida, endi futbol bo'yicha Yevropa baribir bizga namuna sifatida ko'rsatiladi. Uni o'yini, muxlislik madaniyati boshqa. O'shuning uchun ham muxlislar baribir oldinga o'tib ketdi ozgina, endi tortishyapti. Shunga yarasha o'ynashga harakat qilyapti futbolchilar ham. Zo'r. Juda ham qiziqibdi mavzu. O'zi meni ko'p o'ylantiradi. Ya'ni qayg'uraman ham. Mana ko'ramiz-ku, hozir aytganingizdek top ligalarni har bitta o'yin u eng chempionatning eng quyi jamoasi bo'lsin, eng top jamoasi bo'lsin, Yevropaning top jamoasi bo'lsin, eng kichkina har bittasida maydon to'ladi. Lekin bizda mana hozir aytib o'tganimizdek Andijonda yo Farg'onada, Navbahorda, Namanganda maydon to'lgan har doim, lekin boshqa viloyatlarda Superliga o'yinlarida, ichki chempionat o'yinlarimizda har doim maydon to'lmaydi. Menda shunaqa nima bor, ham orzumi, ham xayol, ya'ni qachon bizda ham shunaqa bo'larkin yoki nima xalaqit berarkin shunga degan. Buni birinchi masalasi hal bo'ldi, ya'ni oldin o'yinlarimiz noqulay paytda bo'lardi. Bu ish kunlarini ish paytiga to'g'ri kelib qolardi, soat 4 da, 5 da. Buni har xil bahonalar bilan aytilardi, ya'ni aniq bahonalar bilan maydonda yoritish tizimi yaxshi yo'lga qo'yilmagan, shuning uchun kun bor paytda o'ynashga, o'yin qo'yishga majburmiz. Lekin oxirgi 2 yilda 2-3 yilda, balki bundan ham ko'pdir, shu Diyor Imomxo'jayev kelgandan keyin shu narsa ozgina kurash qilib, o'yinlar mana kechki paytga qo'yilyapti. Hattoki terma jamoa o'yinlari ham oldin vaqtliroqqa qo'yilardi. Mana kechagi Qirg'iziston bilan o'yin soat 9 ga qo'yildi. Hamma narsa e'tiborga olindi. Hamma ishdan chiqib bemalol kelishi, Ramazon oyi edi, iftorlik qilib bemalol stadionga yetib kelgungacha bo'lgan vaqtni ham inobatga olib qilindi-da. Endi mendagi fikrlar, xayol shunaqa. Mana siz ham doim futbol ko'rib yurasiz, vodiyda shunaqa xayol bormi? Nima qilishimiz kerak o'zi? Shunchaki o'zimizning bir xayolimiz, fikrimiz, shu o'yinlarimiz tomoshabob, mana shu maydon to'la bo'lishi uchun. Albatta, bitta narsa borki, xalqda o'zida qiziqish, interes darajasi qay darajadaligidan kelib chiqib baribir stadion to'lishi bo'ladi va futboli darajasidan kelib chiqib. Masalan, hozir kuchayib ketdi, mana borgan sari kuchayapti futbolga e'tibor, chunki nimaga bizda kuchli legionerlar yetishib chiqyapti. Misol uchun Angliya chempionatida, Italiya chempionatida va hokazo. Ularda qaysidir moliyaviy tomondan normalniy pul olayotganini eshityapmiz. Qanaqadir oyliklar bizda anaqa narsa-ku, kimdir transfer bo'lsa kuniga necha pul topadi, soatiga necha pul topadi, minutiga, sekundiga necha pul topayotganigacha hisoblab Telegram kanallarida aylanadi. Endi xohlaymizmi yo'qmi, bu narsa qiziq haqiqatan ham. Mana shunaqa darajadagi futbolchilar yetishib chiqayotgani mana xalq uchun qiziq. Men ham masalan o'g'lim futbolist bo'lsin deyishni boshlayman o'zi hayolimda. Chelsea ham qat'iy o'tib qolsa normalniy summa bo'lib qolargan deyman. Bir paytlar misol uchun boksyorlar kuchayib ketdi. Olimpiadalarda mashinalar, $200,000 gonorarlar va hokazolar, har bitta jang uchun qanaqadir summalar bo'lib ketdi. Bizda boks maktablari ko'paydi, ota-onalar boksga bolasini berish kuchayib ketdi misol uchun. Endi sekin-sekin mana futbolchilar kuchayapti. Qarang, mana terma jamoaning o'yiniga doim ham o'zi to'lardi, lekin masalan Qirg'iziston bilan o'yinda shov-shuvni masalan ko'rdik, kuzatdik. O'sha yerda o'zim ko'zim bilan ko'rdim, qancha odam ko'chada qolib ketdi, hokazo temalar bo'ldi. Kira olmagan, bileti bilan kira olmaganlar bo'ldi. Endi futbolga qiziqish bo'lsa shunchalik bo'ladi o'zi aslida. Yo'q, menimcha biz Qirg'iziston bilan o'yinda, uzr gapingiz bo'ldim, ko'proq maydonga tushganlar Husanov effekti bilan tushdi-da. Husanov effekti bilan menimcha. Ha, to'g'ri. Endi bu faqat bitta emas, boshqa tomoni ham bor. Bizni jahon chempionatiga chiqishimiz
orzusi ushalish arafasida turganligi ham. Misol uchun agar biz tak chiqalmaydigan o'yin bo'lganda o'ylayman bunaqa odam to'lmasdi, bunaqa qiziqish bo'lmas. Chunki markaziy shu Qirg'izistonda agar yutadigan bo'lsa, biz imkoniyati yana ham qanaqadir foizga oshadi degan fikr bo'ldi. Bu umumiy jamoaviy. Masalan, Husanov olib chiqqan yo'q O'zbekiston jahon chempionatiga, hali chiqqanimiz yo'q, mabodo. Batta Husanov effekti ham bor, jahon chempionatiga chiqish effekti ham bor, xalqda qiziqish borgan sari kuchayadi. Agar chiqib bersa, men o'ylayman, O'zbekiston jahon chempionatiga chiqib bersa, hatto nima shotlar bo'ladi, hozir uni tasavvur qilgim yo'q, lekin chiqsa o'zi yana bitta bosqich muxlislik madaniyati bo'yicha ham, stadion to'ldirish bo'yicha ham ancha ta'sir bo'ladi bu narsani. Plus tomonga albatta. Bizda dunyo skautlarini, futbolchilarga qiziqishini ortishi ham ancha o'sadi. Chunki jahon chempionatiga chiqqan jamoa, o'sha Osiyoda elakdan o'tgan jamoa bo'ladi. Buning ichida masalan hozir Abbosga rosa qiziqish kuchli deyishyapti. Faqat uni Rossiyada o'ynayotgani qanaqadir xalaqitlar beryapti, boshqa bo'lyapti. O'ylaymanki, ko'payib ketadi bu narsa. Yana ham. Islom, Siz yomon ko'p gapiryapsiz. Boyadan beri men jim o'tirmayapmanmi, nima bo'lyapti? Biz ikkalamiz Bahodir bilan bugun san uchun yig'ilgandek tuyulamiz. Men eshitib o'tiribman o'g'irda mana qilib. Xo'sh, mana o'yinchilar futbol o'yinlariga muxlislar doim stadionlarni to'ldirib tushish uchun bizga nima yetishmaydi? Tak deb o'ylaysan? Mana bitta shaxsiy fikrim bor, bu qanchalik to'g'ri noto'g'ri bilmayman. Mahalliy o'yinchilar ham bo'lish kerak klublarda deb o'ylayman. Misol uchun men o'zim Zarafshon shahrida katta bo'lganman, u yerda Qizilqum degan klubi bo'lardi. Bu kichkina shaharda o'zini Oliy ligada o'ynaydigan klubi bo'lardi. O paytda internet yo'q, televideniyada har hafta bir marta Zarafshon kanali 2 soatgina ko'rsatadi. No, e'lon taxtalari bo'lardi, markaziy chorrahalarda yozib, aynan futbol uchun katta qilib qurilganda, u temirdan yasalgan. Faqat futbol e'lon qilinadi, unga bo'ldi. Masalan, soat sanasi, pastda soatda kim bilan kim o'ynash yozilardi. 4 ta 5 ta markaziy chorrahalarga qurilgan va o'shalarga ilinardi-da, biz borardik. Eng qiziq tarafi, haligi katta klub asosiy o'yindan oldin, bir kun oldin dubl o'ynashadi-ku. Ularning ikkinchi yosh tarkibi bor. Yoshlar tarkibi bir-biri bilan o'ynagan vaqtida biz borardik. Dublda ba'zan xuddi asosiy o'yindagi kabi anaqalar tushardi. Tomoshabinlar, chista dubl nimaga? Chunki yoqda mahalliy o'yinchilar juda ko'p bo'lardi. Sizni sinfdoshingiz o'ynashi mumkin, meni qo'shnim o'ynashi mumkin, sizni ukangiz o'ynashi mumkin-da, hamma borib tomosha qilardi. Nimaga? O'zini tanishlari, o'zini o'rtoqlari o'ynayapti. O'shaning uchun meni bir shaxsiy fikrim, qaysi jamoa bo'lishidan qat'iy nazar, baribir markaziy o'sha mahalliy o'yinchilar ham bo'lishi kerak klubda va bu tomoshabinni olib kelishiga bir sabab bo'ladi va undan klubdan men fanat sifatida klubdan faxrlanishni xohlayman va uning uchun nima uchun men faxrlanib, nimaga men fanat qilishim kerak agar yo'qda meni yaqin insonim bo'lmasa. Klubni men o'zimga yaqin olishim uchun yo'qda menimcha o'ylaymanki, yo'qda yaqinim bo'lish kerak. Xoh qo'shnim bo'lsin, xoh bitta shahardagi odam bo'lsin, bo'ldi, shuni o'zi yetadi deb o'ylayman. Qo'llab-quvvatlash yana ham kuchayadi. Umumiy interes, umumiy qiziqish bo'lmasa foydasi yo'q. Vaqt kelsa Damas ham qo'yib ko'rdik, misol uchun, kirgan. Zo'r oldi ish berardi. Yo'q, ish berardi, lekin o'sha yerga kirgan muxlislarning chiptasini pulini to'plasa, Damas puli chiqmasligi mumkin, lekin Damas qo'yilardi. O'shanda ham baribir to'ldirolmaganmiz, misol uchun. To'ldirolmagan. Umumiy haligi ishtiyoq kuchli bo'lmasa, foydasi yo'q. Damas qo'yasiz. Balkim. Lekin Islom hozir ham aslida milliy chempionatimizda, Super Ligada, Pro Ligada ham legionerlar unaqa ko'p emas haligacha. Legionerlarimizda uncha ko'p emas. O'ynayapti aslida. Ko'p viloyat klublarida, hattoki hozir mana o'zimiz poytaxt klublarida ham, viloyat klublarida ham vodiy umuman mahalliy o'zini o'yinchilaridan akademiyasi, ya'ni o'sha dubliga shaharlik yoki boshqa viloyat o'yinchilarini kamdan kam oladi. Dublda o'zini akademiyasidan chiqqanlarni o'ynatadi asosan. Ularning o'zini o'sha ichki qoidasi bor. Bu nima uchun? Bu ularda tajriba ko'proq bo'lsin, ular o'sha akademiyada yoshligidan, kichkinaligidan boshlagan nimasini, tarbiyasini o'sha dubl darajasigacha, oxirgacha tajriba egallash uchun yetkazsin va o'zini asosiy jamoasiga o'yinchi yetkazib bersin. O'zi umuman akademiyalarning birinchi vazifasi shu, o'zini katta jamoasiga, asosiy jamoasiga o'yinchilarni yetkazib berish. Hali ham shu narsa saqlanib qolgan, ya'ni aytmoqchimanki,
unaqa katta legionerlar O'zbekiston chempionatiga kelib o'ynayotgani yo'q. Baribir kelib o'ynayotgan legionerlar ham odatda o'sha oldingidek, har doimgidek 3-darajali o'yinchilar, ya'ni unaqa 1-2 darajali o'yinchilar emas. U o'zini o'sha Sloveniyada, Slovakiyada yoki Ukrainada kam, endi Rossiyadan ham hozir kamayib ketgan, Afrikadan ko'p, Afrika mamlakatlaridan, bu endi alohida mavzu. Xullas, aytmoqchi bo'lganim, haligacha mahalliy futbolchilar o'ynaydi, lekin menimcha endi futbolni o'zini sifati va chempionatni sifati katta rol o'ynasa kerak. To'g'ri, boyagi terma jamoa boya aytdingiz-ku, agar O'zbekiston chiqadigan bo'lsa, jahon chempionatiga skautlarning e'tiboriga tushadi va katta ehtimol bilan endi juda ham niyat qilyapmiz-ku, futbolchilarimiz, asosiy futbolchilarimiz o'sha ketishadi top klublarga deb. Yana bitta faktor bor deb o'ylayman, agar biz jahon chempionatiga chiqadigan bo'lsak, bu bitta mazasini tatib ko'rish bo'ladi-da bu. Haligi bir marta mazasini tatib ko'rgandan keyin, undan keyin menimcha bu kurashlar boshqacha bo'lsa kerak deb o'ylayman. Va sahnada ham shunaqa bo'lgan. Birinchi bor katta sahnaga chiqqanimdan keyin, "Всё, uni mazasini tatib ko'rganman, o'ylaganmanki, всё. Nima qilib bo'lsa ham chiqish kerak. Puli qiziq emas, qanaqa qiyinchilik yo'li bor, u muhim emas, muhimi o'sha joyda bo'lish edi. Va o'ylaymanki, agar biz jahon chempionatiga chiqadigan bo'lsak, haligi gaplar yuradi, keyin yoqqa borganda mana bunaqa narsa bo'ladi deydi. Qolgan bolalar ham qiziqib o'ynashni boshlaydi-da. Yo'q, bu yerda men har doimgidek pessimistik qarayman. O'tgan ko'rsatuvlarda ham, shouda ham gaplashdik bu narsani. Mana Bahodirdan ham so'raymiz. Jahon chempionatiga chiqsak bo'ldi. Nima? O'zi nima bu? Yo, jahon chempionatiga chiqib keyinchi, ya'ni jahon chempionatining o'zida guruh bor, guruh bosqichidan o'tishimiz bor, reja, anaqadir maqsad. Ya'ni bizdagi maqsad tushunarsiz-da, jahon chempionatiga chiqish bo'ldi. U chiqib, lekin o'tda sifatsiz yoki tam etilik qo'pol qilib aytganda sharmandali o'yin ko'rsatganimiz balkim kerak emasdir. Chunki shunaqa tajribalar ham bo'lganda, lutchi bu jahon chempionatiga chiqmaganimiz yaxshi edi deb qolmasak. Shimoliy Koreyada bir bo'lgan-ku. To'g'ri, endi ba'zan fikrlar o'qib qolamiz, ayrim omadsiz o'yinlarda bunaqa o'yin bilan chiqqandan chiqmagani yaxshi degan fikrlar bo'ladi. Haqiqatan ham, lekin biz baribir bitta tanada his qilib olish uchun jahon chempionatiga albatta chiqishimiz kerak, o'sha muhitni ko'rishimiz kerak. Biz ham haligi rahmatli Hoshim O'to'jev aytgandek, biz ham xohlardik deydi-yu. Ko'rib o'tirib, bitta marojniy yeb kelsa ham o'shga borish kerak-da baribir. Top dunyoning top klublari bilan, top terma jamoalari bilan baribir o'zini his qilib ko'rish kerak. Chunki Urugvay bilanmi? Qat bilan o'ynadi. O'sha avval oldinga adashmasam 3-3 bo'ldi, adashmasam. 3-3 hisob bo'ldi. Meksika bilan 3-3. Meksika bilan. Bu o'rtoqlik o'yini. Men Urugvay deganingizga uni oldingi kvalifikatsiyasi. To'g'ri. Meksika bilan o'ynadi, 3-3 bo'ldi hisob. Endi Meksika ham o'rtacha jamoa emas. Demak, baribir kuchli jamoalarga qo'yib ko'rish kerak. Endi bilib bo'lmaydi. Hali nima deydi, kuchsiz bilan kuchsiz, kuchli bilan kuchli bo'lib, qanaqadir teng kurashlar ostida bo'lsa ham, mayli mag'lub. Men roziman. Misol uchun, birinchi jahon chempionatida chempionlik olamiz hech kim. Hech bo'lmasa guruhda normalniy qarshilik ko'rsatib, bizga xursand qiladigan elementlar bo'ladi-yu. Mayli mag'lubiyat, lekin element, o'yinda mazmun, ozgina bir himoyada chiroyli taktika, misol uchun hujumda hech bo'lmasa chiroyli hujum, gol bitta hech bo'lmasa, misol uchun. Sifatli o'yin. Sifatli o'yin. Yutqizsa ham rozi bo'ladigan o'yinlar bor. 1-0, 2-1, 3-2. Yutsa ham baribir ko'ngil to'lmaydi. Misol uchun, kimlardir Qirg'iziston bilan o'yinda yutdi, g'olib bo'ldi, 1-0. Lekin ko'ngil to'lmadi ko'pchilikda. Mana bittasi shumi? Bittasi siz misol bitta kam bo'lib qolgan terma jamoa bilan o'yindan keyin negativ fikr ko'p. Bu hali ham bunaqa bemalol ko'proq urib, misol uchun to'plar nisbatini yaxshilab olish mumkin edi, misol uchun. Shunaqa fikrlar bo'ldi. Bizga nima natija bo'lsa ham ko'ngil to'ladigan o'yin kerak. Yo'q, yana bitta anaqa bor. Biz hali biror marta chiqmaganmiz jahon chempionatiga. Aka, 91-yildan beri mustaqil bo'ladigan bo'lsak, O'zbekiston bayrog'i ostida biror marta chiqmaganmiz. Biz bir marta chiqib kelgan bo'lsa ekanki, plan qilsak bo'ladi. Tak, o'tgan gal mana bunaqa bo'ldi, hech bo'lmasa bu gal mana bunaqa bo'lsin deb qanaqadir o'zimizga maqsad qo'yishimiz mumkin. Bizga hozir u qiziq emas. Bitta narsa-da. Biz chiqib olsak bo'ldi bo'lyapti-da. Futbolistlarimiz
bizni muxlislarga imkoniyat berish kerak, bizni jamoani jahon chempionatida qo'llab-quvvatlashga. Ag'ini bizga qo'yib bersin deydi-yu. Misol uchun Husanovni bir marta Angliyada eng zo'r o'yinchiga olib kirib qo'yuvdi. Holland boladatda misol uchun olib kirdi bo'ldi, ag'ini bizga qo'yib ber bo'ldi misol uchun. Biz open byudjetda yutgan xalqimiz kerak bo'lsa, xuddi shunaqa o'ylayman, Amerikaga boradi bizga. Qanaqa yo'li bo'lsa ham, kerak bo'lsa Trump talab qilayotgan 5 million dollar qo'yib bo'lsa ham qo'llab-quvvatlash uchun boradi. Bizning xalq shunaqa, misol uchun qani bizga xalqqa imkoniyat qilib berish kerak, chiqib bu tomonlama lekin gap yo'q, bu tomonlama lekin futbolchilarimiz bo'shashib qolishi ham kerak emas-da. Buni eshitib ertaga biza chiqib bersak bo'ldi, u yog'ini muxlislar borib bizdan qo'llab-quvvatlab yordam beradi deb bo'shashib. Bahodirdan so'raymiz-ki, nima bo'ldi? Bahodir chiqdi mana. Endi men deb turlar-da. Chiqib qo'yaveradi. Yo'q, chiqsin. Endi mana qarang, Misr chiqdi jahon chempionatiga Salah boshchiligida misol uchun 20 necha yil chiqmadi ular ham, adashmasam, to'g'rimi? Undan keyin Salah ular ham birorta ham g'alabaga erishmadi guruhda. To'g'ri. Bitta goli bor edi, Salahni penaltidan urgan goli bor edi, adashmasam, yana nima. Yo'q, endi xayolim, meni fikrim shundaki, faqatgina shu chiqsak bo'ldi deb hamma kuchimizni o'shanga ishlatib chiqqandan keyin bo'shashib qolmaylik degan ma'noda, ya'ni. Men ham shunchaki chiqishimizni tarafdoriman. Men ham jahon chempionatiga chiqmaganimizni va har doim bu katta orzu bo'lib qolib yoki qachonga shu katta orzu bilan yashaymiz degan niyatdamiz, misol uchun. Mana qisman emas, aniq 20 mana shu mustaqillik davridan beri men ham futbolni yaxshi ko'rsam, shuncha yil, 33 yil, 34 yildan beri jahon chempionatiga chiqishini yoki Osiyo kubogida, Osiyo o'yinlarida bitta o'sha 94-yilgi g'alabadan keyin qolgan katta musobaqalarda O'zbekiston doim g'alaba qozonishini xohlayman. Menga ham armon bu narsa. Ya'ni men o'zim aytayotganim bu menga armon emasmi degani emas. Lekin u yog'i natijasi ham yaxshi bo'lsin deyman-da. Ya'ni talab qilaversak, qanaqadir fikrlarni beraversak, menimcha bu yetib borib qanaqadir bir turtki bo'ladimi deb o'ylayman. Endi bo'lishi kerak. Bilmaymiz. Balki futbolchilar ham balki chiqib olaylik, men o'yinni ko'rsataman deb turgan bo'lishi ham mumkin-da. Misol uchun yo'qda norozi bo'lib qolishadi-yu, kulgi jamoalar ustimizdan kulyapti yoki xalq manaqa tanqid qilyapti degan fikrlar bo'lib qoladi. Endi tanqid doim kerak. Ular qanchalik xohlasa, masalan, biz ham shunchalik xohlaymiz O'zbekiston jahon chempionatiga chiqishini. Haligi nima deydi, qancha odamga armon bo'ldi. Misol uchun Odil Ahmedov o'ynalmaydi agar jahon chempionatiga chiqsak. Jeparovlar, Genrixlar misol uchun qanaqadir yaxshi ko'rsatkichdagi futbolchilarimiz bo'lgan, ular ham xohlagan. Qani jahon chempionatida o'ynasam deb. Menimcha ularda ham istak juda ham kuchli. Chiqsa, ular ham jonini berib o'ynaydi. Faqat shu bir qadam, yarim qadam bor. Shu anaqani ham to'g'ri qabul qilish kerak deb o'ylayman. Juda qiyin buni to'g'ri qabul qilishni. Shu boyagidek futbolchilarimiz aytgandek xafa bo'ladi, odamlar gapiradi. Lekin bitta narsani ham tushunish kerak. Ular 22 tada. Ular 22 ta. Qolgan 37 million aholi bo'lsa, hozir 37 million odamning ichidan saralangan 22 ta ular. Mana shu 22 ta bo'lgandan keyin gapiradi-da, "Voy, nima olding, boshqasini olgin" deydi-da yoki boshqa narsa bo'ladi. Qanaqadir his qilish kerak demoqchisiz. Ular shuni his qilish kerakki, ular 32 million ichidan tanlangan 22 tasidan bittasi men va demak qolganlar gapirishga qanaqadir haqqi bor. Chunki O'zbekiston terma jamoasining o'yinlari menimcha moliyaviy tarafdan oladigan bo'lsak, davlat ta'minlaydimi? Soliq. To есть aytaylik, qolgan hamma odamda o'sha solig'ida yoki va bu respublikaning eng bosh jamoasi, birinchidan mana shu taraflari bo'lgani uchun jamoasi umuman. Keyin ba'zan anaqa aytib qoladi futbolchilar, eng katta jamoamiz. Kelsin qani o'ynasin qani deydik. Men nimaga borib o'ynashim kerak? Men u yoshlikdan trenirovka qilmagan bo'lsam, men unga umrimda bag'ishlamagan bo'lsam futbolga. Siz bag'ishladingizmi? Siz o'ynayapsizmi? O'ynang oxirigacha chiroyli qilib bo'ldi. O'ynalmayapsizmi? O'shni bo'shating. Takoy. To'g'ri, 100% qo'shilaman. Bu terma jamoa. Biz hali klublar haqida gapirmaymiz, chunki bu terma jamoaga menimcha gapirishga hamma haqqi bor. Sizda ham, men ham, bizni ko'rib turganlarim, siz ham gapirsangiz bo'ladi, aka. Gapiring. Gapirmaysizmi? Gapirmayman mana. Ko'ryapsizlarmi? Gapirgisi ham kelmayapti. Chunki nimaga yaxshi o'ynayapmiz. Zo'r o'ynayapmiz. Hozir senga yoqyaptimi terma jamoa o'yinlari? Mana 2 ta o'yin o'ynadik martda. Qirg'iziston bilan bo'lgan o'yin
to'g'risi yo'q. No, Eron bilan bo'lgan o'yin ham emotsional o'yin bo'ldi. Sal qoldik chiqib qo'yardik, o'tko'z. Sal qoldik chiqib qo'yardik. Durang bo'lgan o'yinni maqtayapmiz. G'alaba qozonilgan o'yinda o'cha ko'nglimiz to'lmayapti. O'sha bizga ko'ngil to'ladigan o'yin kerak. Mayli durang bo'lsin. Ko'ngil to'ladigan o'yin bilasizmi yana qaysi bo'lgan? Aytgani bu yerda bitta narsa, ya'ni asosli asossizi bor, ko'ngil to'lishini ham, ya'ni ko'ngil to'lmagani Qirg'iziston bilan menimcha, mana shu yerda aytib o'tib ketaylik, nimaga to'lmadi. Hattoki Timur Kapadzeni ham intervyusida men ko'rdim, ular ham aytganlar, ular men ya'ni qardoshimiz bo'lsin, boshqa ularni kuchsiz komanda deb bilishimiz kerak emas. Ular ham ancha kuchli yoki kutilmaganda bizning o'yinimizni o'rganishgan, biz ham ularning o'yinini o'rgandik. Bu faktlarni, ya'ni o'sha o'zlarini xayol tayyorgarlik ko'rgan anaqa o'yin haqidagi fikrlarini aytdilar-yu, lekin baribir bitta narsa bor. Mana biz qirg'iz do'stlarimiz, qo'shnilarimiz biz bilamiz ularning futboli va ularning futbol rivojlanishi qanaqa darajada. Biz o'zimiznikini bilamiz. Qirg'iziston futbol terma jamoasida qanaqa top Yevro ligalarda o'ynaydigan o'yinchilar bor, bizda qanaqa top Yevro ligada o'ynaydigan o'yinchilar bor. Ya'ni har tomonlama biz ustunmiz-ku. Har tomonlama bizning tariximiz ham, futbol tariximiz ham ularning futbol tarixidan ustun. Shu jihatdan biz ustunmiz va bu ko'rgan o'yinimiz umuman boshqacha. No, lekin bitta narsani shuning uchun ko'nglimiz to'lmadi. Va bitta narsani unutmaslik kerak, birinchi o'yinimiz ham 3-2 bo'lgan biz, ya'ni birinchi o'yinimiz ham farqi bilan yutganmiz. Bu o'yinda qizil ham bor edi ularda. 10 kishiga 11 kishi bo'lib o'ynayotgandek-da. Uni bilmabmiz ham qizil borligini. Siz aytdingiz, hozir bilyapman. Hozir bilyapsiz. Voy, shu albatta, emotsiya bo'lgan bo'lishi mumkin, boshqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin bilish kerak va bilinishi kerak bitta o'yinga ham kam bitta o'yinchi kam. Biz ham shuni muhokama qilganda biz aytdikki, значит, aytgancha Qirg'iziston Qatarda yutib qo'ydi. Qirg'iziston Qatar yutib qo'ydi. Qirg'izistonga endi bitta narsa bor. Yutdi. Hamma narsa bu yerda hozir hamma gapirayotgan gaplarimizdan tashqari Qirg'izistonda ochuvchasiga motivatsiya bor edi. Bu arabistonliklardan Qirg'izistonga aniq mukofot bor edi. Ularga aytildi, O'zbekistonni yutinglar, mukofot bor. Qatar yutinglar, mukofot bor. Chunki ular uchun bu Qirg'iziston Qatardan ochko olishi, O'zbekistondan ochko olishi muhim edi. Shuning uchun. Lekin agar men bunaqa deb o'yladim, ular 10 kishi bo'lib turib bizning o'yinchilar sezmagan bo'lsa, значит Qirg'izistonda murabbiysining yutug'i bu deb o'yladim. Chunki futbolchilarni to'g'ri joylashtirib bilgan, siz maydondasizda, raqib jamoa 10 kishi ekanligini sezmayapsizmi? Demak, taktik jihatdan murabbiy yorib qo'yganda. Hozir shunda o'yin taqdirini motivatsiya hal qilyaptimi shunda? Qaysidir ma'noda? Qaysidir, bitta jihati, bitta tarafi. Ya'ni bitta xavfli tomoni bor-da buni. Chunki qarang, ular chiqa olmaydi. Imkoniyat yo'q Qirg'izistonda. Yutishga ham motivatsiya kerak-da. Mayli yutdik, nima qildik deydi. Play-offga bor imkoniyati. Ha? 3-o'rin bo'lib turib, 4-o'rin bilan bor. O'yinlari bilan, o'yinlari bilan. Hali ham demak imkoniyat bor. Hozir mana Qirg'izistonda motivatsiya bordi, kimdir pul taklif qilgan. Arablar. Mana bunaqa summa. Endi Birlashgan motivatsiya hal qilyapti qaysidir ma'noda. Bu motivatsiya O'zbekistonda Birlashgan Arab Amirliklaridan mag'lub bo'lishiga ham sabab bo'lib qolmasmi qachondir, qanaqadir demayapmi shunaqa? Uning uchun ochiqchasiga, lekin bunaqa tajriba hech qachon qo'llanilmagan. Ya'ni ochiqchasiga qo'llanilmagan. Bu eng qo'rqinchliku. Bizda har doim vahimali tomoni bor-da buni. Chunki Birlashgan Arab Amirliklari bilan o'yinimiz hammasini hal qiladi. Shu endi mana agar siz savolingizni men tushunmadim, ya'ni aniqlashtiramiz. Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekistonga yutqizib beringlar deb ochiqchasiga taklif bera olmaydi. Lekin agar yutqizib bersa va biz bilib qolsak, bu sotqinlik bo'ladi. Bu vatan xoinligiga kirib ketadi, odamlar. Endi mana shu tomoni bor-da. Yutqizsa gumon paydo bo'ladi. Faqatgina bitta yutishdan boshqa yo'li yo'q-da. Mana chunki ochiqdan ochiq mana siz aytyapsiz, qayerdan eshitdingiz degan savol bor. Qirg'izistonga pul taklif qilganini. Buni hamma ochiqchasiga, ya'ni gapirildi ancha. Qarang, ochiqchasiga taklif qilyapti. Sen yutib ber bo'ldi, soqqim bor, misol uchun. Aytgancha mana men Timur Kapadzeni intervyusidan ko'rib bildim. Eron bilan O'zbekiston o'yini
o'yiniga ham eronliklarga motivatsiya bo'lgan O'zbekistonni yutish. Ya'ni arablardan. O'yindan kelgan Azmun bilan Eldormi qaysidir o'yinchimiz gaplashganda, оказывается, durang o'ynadinglar u yoq bu yoq desa, yutishimiz kerak edi. Yutganimizda pul bor edi deb aytgan u. Ana. Hozir motivatsiya beruvchi kim shunda? Birlashgan Arab Amirliklari. Biz kim bilan o'ynasak hammaga motivatsiya berdi. Endi ular motivatsiya beruvchi bilan o'ynayapmiz-da. No, hozir ularda ahvol uncha yaxshilanmadi bu motivatsiyalardan, ya'ni uncha zo'r bo'lmadi. Endi o'zimizni ikkalamizni o'zaro o'yinimizga bog'liq. Biz agar durang o'ynagan taqdirimizda ham ular bizga motivatsiya taklif qilmaydi, hakamga taklif qilmasa bo'ldi. Mana shu narsa bor. Men albatta faqat bizni o'yinchilarga yoki kimga taklif qilishni haqida gapirmadim. Ular o'yin taqdirini hal qilishi mumkin bo'lgan har qanaqa. U hakam bo'lishi mumkin. Yoki bir vardagi hakam bo'lishi mumkin. Yoki stadion tozalovchisi bo'lishi mumkin. O'zaro o'yinga taalluqli любой tizimga, ya'ni jamoa bo'lsin, hakam bo'lsin, nimaga bo'lsa ham ta'sir ko'rsatmoqchi bo'lsa va uni albatta keti ochilsa, bu ular uchun juda ham yomon. Narushение hisoblanadi. Albatta. Yomonini o'ylamasang yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun nima deydi? Bir bunday borib keldingda shu tomonga o'ylab ko'rdik har taraflama. Ilohim yetsin. Lekin imkoniyati bor. Birlashgan Arab Amirliklaridan kuchsizmiz deb o'ylamayman. Birinchi o'yinda ham mana ko'rdik. Bu o'yinda ham eng kami shunchaki durang. Lekin g'alaba uchun harakat bo'lish kerak, albatta. Ya futbolda muncha endi futbolchilarning ham sifatini, darajasini uncha bilgan o'zimni darajamda aytaman. Biza bu guruhda eng kuchli komandamiz o'zi. Eron bilan alamim ham shundan o'zi. Aslida hozirgi sharoiti, hozirgi ahvoli Eronniki eng dabdalasi. Butun mana tarixdan eng dabdalasi shu. Biz undan oldingi o'yinni ham, kechagi o'yinni ham bemalol yuta oladigan jamoamiz deb o'ylardim. O'shanga ham afsuslanaman, achinaman. Bu o'yindan bilmayman nima yetishmayapti. Mayli konsentratsiya, umumiy konsentratsiya. Siz alamingiz shu daraja bilan hali ham biz hal qilmadik. Primoy yo'llanmadi. Xuddi shunaqa. Biz hozir Osiyoda mana bu kechami reyting yangilanibdi. Osiyoda 6-o'ringa chiqibmiz. Dunyoda oxirgi 10 yilda, 9 yilda 57-o'ringa ko'tarilibmiz. Yaxshi. Lekin vaqtida 48-o'ringa ham chiqqanmiz. Osiyoda 3-o'ringa ham chiqqanmiz. Misol uchun Yaponiya, Koreyadan keyin 3-o'rinda bemalol tura olamiz. Avstraliya o'sha bir yarim jamoasidan ko'pi Angliya Premyer Ligasida o'ynagan o'yinchilari bilan o'sha tarkibi zo'r edi. Uni ham hozirgi tarkibi unaqa zo'r emas. U darajadagi zo'r emas. Bizani hozirgi tarkib darajamiz, umuman futbolimiz darajasi ancha yuqori, lekin natijamiz zo'r emas-da. Menga shunga sal tushunmayman. Matematika to'g'ri kelmaydi. No, lekinde sastav bunaqa zalotoy sastav menimcha oldin bo'lmagan. Chunki Ironni biz bosib qo'ydik. Ya'ni davlat mana bu terma jamoani obro'lisi deymizmi, ya'ni ko'tarinkiligi deymizmi, u Ironni bosib qo'ydik. Eronda bitta yoqmagan tarafi bo'ldi. E'tibor berganmiz 87-minutlarda o'sha ular salyut otishni boshladi-yu. Anaqalar muxlislar, bu hurmatsizlik. Eronda bizani ko'rib turgan bo'lsa, bu hurmatsizlik. Shu bitta gol urib ketish kerak edi, o'sha salyutni biz o'zimizga olib ketardik-da. Borki shu kutdim, mana shuni aytdim, ursaydi bo'lmadi-da. Bu hurmatsizlik bu. Hali o'yin tugagani yo'q, svistok chalgani yo'q. Ular lekin salyut otib bayram, bu hurmatsizlik bu. Shuni eronchasiga ursangiz zo'r bo'lardi, primo. Subtitr qo'yib beradi. Montajyorlar bor-ku bu yerda. Nimaga ishlayapti bo'lmasa bitta eronchaga tarjima qilib. Eronga qanaqadir juda kichkina elementlar hisobiga yutqizdik, lekin o'sha elementlar bo'lmasligi kerak, kuchli jamoada. Ashibkalar boshqalar. O'yin mana nima yetishmadi? Mingdan o'yinni ko'rdingizmi o'yinni? To'liq. Bizani jamoaga nima yetishmadi? Bo'ladi-ku. Mana hammasi yaxshi o'ynadi, hammasi zo'r o'ynadi, lekin nima yetishmadi? Menimcha bu hamma o'yinda yetishmaydigan narsa nimadir? Bundoq qaraysiz-da, endi men futbol mutaxassisi emasman. Muxlis sifatida. Muxlis sifatida kimdir, ya'ni nimadir deganda omaddan tashqari, omad yetishmadi emas, nimadir yetishmadi emas, aniq misol uchun o'yinchilarni qaysidir o'yinchi yetishmadimi, qanaqadir taktik yechim yetishmadimi masalan? Menimcha bular bizda ya'ni yakunlovchi hujumchi yo'q edi.
yaqqol hujumchimiz bor. Shomurodov u yaqqol hujum sentralniy napadeniyada o'ynash kerak, no lekin o'ynamadi. U desetkada o'ynab qoldi-da. Da. Orqaroqda o'ynadi. O'sha anaqa qanotdan kirib borib jarima maydonchasiga uzatayotgan vaqtida Shomurodov uni hal qilish kerak-da. U o'yin tashkil qilib yuribdi. O'yinda tashkil qilib yuribdi va bizda bu yaqqol bitta hujumchi yo'q edi, mana Hollandlarga o'xshagan faqat oldinda yurib yuguradi-yu. Takoy. Igor Sergeyev, menimcha balkim ham bo'lishi mumkin, lekin Shomurodov o'zini, ya'ni o'sha 9ligida o'ynab, hujumchi bo'lib, yaqqol hujumchi bo'lib, bu yoqda yo Otabek Shukurov yoki Otabek Shukurov yonida kim edi? Hamrobekov o'rniga Iskanderov kerak edi, menimcha. Mana tarkibimizda, ya'ni zaxirada bor o'yinchilardan aytolmay, ya'ni yo'q o'yinchilar emas. Iskanderov zaxirada bor edi va Iskanderov kerak edi. Jamshid Iskanderov bemalol o'sha kreativ o'yinni umuman Shomurodov oldiga chiqarish kerak edi. Boshqara oladigan bir shunaqa o'yinchi yetishmadi. O'sha men balki noto'g'ri gapirayotgandirman. Qanaqadir konkret sxema yetishmayotgandek tuyulaveradi menga. Haligi taktikani yig'ishtirib, hamma sidqidilda o'ynagandek tuyulaveradi. Haligi gollar chiroyli, mazmunli urgan gollarimizni ko'rsangiz, hammasida o'sha nimadir taktik elementlar bo'lgan. Shuni hisobiga, misol uchun Qirg'izistonga bo'lgan golda ham juda chiroyli, yoqimli. Mana shunaqa gollar masalan, lechna men xohlayman. Meni xohishimga qarab qolmagan ular. Lekin shunaqa faqatgina qanaqadir bunday borib tavakkal tepsa kirib ketib yoki nimadir rekoshet yoki lardan ko'ra qanaqadir kirishlar bir-birini tushunib bo'lyapti, shunaqa momentlar oshiradi, tushunmaydi, u tomonga bormaydi yoki qolib ketadi. Balki ko'proq o'yin amaliyot kerakdir, o'zaro, jamoa o'zaro birgalikda. Qanaqadir baribir o'sha taktik qanaqadir sxemalar yetishmagandek tuyulaveradi menga. Bu men buni ilmiy tilini nima nomlanishini bilmayman, lekin bunda muxlis sifatida qarab, hali bir-birini tushunishmi nimadir bor o'sha narsa. Endi bu o'sha o'yinni tarkibi, ya'ni o'sha taktikasi tanlangandan keyin agar bir marta, ikki marta yoki bir bo'lim, bir time agar ish bermasa, ya'ni taktika almashtiriladi, rokirovka qilinadi, qanaqadir umumiy sxema ham o'zgartirilishi mumkin. Masalan, o'sha Qirg'iziston bilan o'yinda bitta o'yinchi ko'p bo'lib o'ynayapmizmi? Birinchi taymdan keyin bemalol bitta himoyachimizni olib yoki bitta tayanch himoyachimizni olib turib, uni o'rniga hujumkor o'yinchini tushirib, o'sha gol uchun o'ynashni boshlashimiz kerak edi. U ya'ni o'zimizga xavfni oldini minimal darajada olib, qolganini hujumga. Eron bilan o'yinda ham ustunlikka erishdikmi? 1-0 birinchi oldinga chiqib oldik. Ikkinchi golni urish uchun o'zgartirish kiritish kerak edi. Agar endi shu narsaga qanaqa qaraysiz? Masalan, shu mana Guardiola yoki dunyo miqyosidagi klublarda kimdir birinchi taymdan keyin yoki taktik o'zgartiradi, o'sha o'yinchi assist qiladi, nimadir qiladi, gol uradi, misol shuni. Mana kechaginda Kubokda o'yinda Husanov birinchi bo'limdan keyin oldi, O'reilini tushirdi. 2 ta assist. O'reilidan 2 ta assist. Bu bo'ldi. Bu nimadan? Futbolchilarda individual mahoratidanmi, o'sha tushadigan o'yinchi vazifasini to'chni bajarishidanmi yoki murabbiy yaxshi topshiriq berganmi? Kimi qanaqa topilma qilishidanmi? Nima deb o'ylaysiz? Bizda qachon bo'ladi? Bizda zamina qiladi. Meni ham o'ylantiradi. Bizda qachon bo'ladi? Kimdir o'zgartirsa o'sha o'yin seziladigan bo'ladi. Taqdirini o'zgartiradi. To'g'ri. Qiziq savol. Haqiqatan. Siz futbol o'ynagansiz-ku, bilasiz-ku. Men shu bu hissiyot bilan menimcha ko'proq bog'liq. Ya'ni hissiyot qanaqa? Murabbiy jamoasini to'liq his qiladi, to'liq biladi. Har bittasini, ya'ni bu maydonda o'ynayotgan 11 ta o'yinchi emas, zaxiradagilari bilan 22 tasini hammasini. Umumiy falsafasi aniq ravshan unga. Umumiy falsafasi birinchi bo'limni ko'rdi, kimda qanaqa konsentratsiya, kim qanaqa o'ynayapti, o'yinni o'tkazdi. Raqibni kuzatdi. Zaxirada u mana endi etap aytayapman-da. Zaxira emas, o'sha tanaffusda xonaga kirdi, hammasini ko'rdi, gaplashdi, nafas olishini eshitdi, ko'zini ko'rdi, his qilyapti. Tushunyapti kimni almashtirish mumkin, qanaqa o'yinni o'zgartirish mumkin, o'zi ko'ngli sezadi. O'zi hammasi, ya'ni matematika. O'zi
avtomatik tarzda o'sha o'yinchilarning tayyorgarligidan keyingi o'yinlarga o'sha ular o'yinni o'yinchilarni kim tushirish taxminan bilishadi. Mana shu jihatdan o'sha o'yinchini tushirdi va unga vazifani aytdi, tushuntirdi falsafasini, qanaqa o'ynash kerakligini перестановка qildi. Husanov chunki o'ng tomon o'sha oxirgi himoyachi o'ng tomon bo'lsa, uni u yoqqa Ruben Dias o'tdi, chap qanotda o'ynayotgan Gvardiola oxirgi himoyachi Ruben Dias o'rniga tushdi, O'reli tushdi, o'yin o'zini o'sha o'zgarib ketdi. Da, o'zini sxemasida ketdi. Ular o'zini vazifasini, ya'ni Gvardiola men qanot himoyachi bo'lib anchadan beri o'ynayapman deb bu yoqqa qarab turgan yo'q, uni vazifasini oldi, oxirgi himoyachi bo'lib o'ynayapti. Bo'ldi, u yog'i hammasi o'zi ketdi. Bu sen hujumkor bo'lasan, hujumkor bo'lib o'ynayapti o'raylik. Bo'ldi. Anaqani ko'rmadim, Murabbiy Temur Kabadzeni intervyusini ko'rmadim. O'shanda bitta savol tug'ildi-da, men aytdim, biz bitta qizil olganini bilmadik degan vaqtida. Haligi 15 minut tanaffusda tam doskani qo'yib, "Tak, bolalar qaranglar, ular bitta o'yinchisi kam, mana, hoppa." Olib tashlab ularda o'sha 10 dona naqasini qoldirib qo'yib mamlaqa qilamiz deb bo'lmaganmi? O'sha savol berilmadi mi? Yo'q, unda meniga to'xtaldi Kapadze. Buni men hazil sifatida qabul qildimdir-da. Endi murabbiy aniq ko'rgan, aniq bilgan nima bo'lganini, balki ichkarida nimalarni ham bergan, yo'nalishlarni ham bergan. Balki qanaqadir e'tiborsizlik bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu joyda mana hozir Husanovni almashtirdi degan tema bo'ldi-yu. Shundan nima deysiz endi? Ko'pchilik men Facebookda ko'ryapman. Asosan yoziladigan joy Facebookda-ku, tekstoviy postlar. Husanov endi zaxirada qolib ketadi, bekor qilishdi, blogerlar va hokazo degan tema bo'ladi. Nima deysiz? Husanov zaxirada qoladimi? Yo'q, umuman Husanov futbol mutaxassisini o'tirib biz so'rab olaylik. Umuman men boshidan beri aytayapman, Husanov 20 yosh. Eng birinchi e'tibor qaratadigan joy. Husanov hali yosh. Husanovni 40 millionga Manchester City, ya'ni Pep Guardiola, o'zbekcha qilib aytganda, men kafilman shuni olish kerak deb oldi. Ya'ni uni potensiali kelajakda yaxshi. Endi xudo xolasa, albatta u zaxiraga olinish ehtimoli va o'zi umuman zaxirada hali 2-3 oy bo'lishi ham aniq edi. Agar umuman chetdan o'sha paytda agar qaralganda, ya'ni hamma futbol mutaxassislarida yangi o'yinchi sifatida. Bu yangi o'yinchi, yosh o'yinchi, mavsum o'rtasida kelyapti. Lekin endi bittagina ularni ham suyangan, ishongan tarafi bor ediki, ular majbur mavsum o'rtasida oldi. Nimaga? Chunki jarohatli o'yinchilari ko'p va uni tajribasi bor, Lansda o'ynayotgan va undan foydalanamiz. Uni o'sha potensialini ko'rib, u potensialiga baho berilib, potensial narxi 40 million bo'ldi. Bu hazilakam pul emas. Xotirjam paytda unaqa summaga olmasligi mumkin edi. Yo'q, xotirjam paytda emas. Bu summani aniq u o'yinchini potensialiga va u o'yinchini kelajagiga ishongan klub, umuman mutaxassis u pulni tika oladi. Bu narsani hech qachon esdan chiqarish kerak emas-da, bu hazilakam pul emas. Shunga oldimi? Demak, bu normal holat va u zaxirada qoladimi, o'ynaydimi, o'ynab turib endi zaxiraga o'tdimi hozirgidek, bu normal holat. Bu normal holat va bu degani uni kelajagi endi boshlanyapti. Bu hali biz ko'rganimiz, bu kichkina debochasi. Bu hali hech narsa emas. Bu yilgi yarim o'sha mavsum Manchester City'da o'tkazadigani bu umumiy debocha bo'ladi. Bu kelajagi hali bor. Chunki 4,5 yil, 4+1mi, 5 yil, salkam 5 yilga shartnoma tuzgan. Bu hammasi oldinda. Chunki bu tajriba olishi bor. Ular bilan birga murabbiylardan falsafasini, strategiya, taktika, trenirovka, fizika, hamma taraflama. Hali katta o'sadi. Bu endi boshlanishi. Bu qo'rqinchli emas. Menga qolsa hattoki yaxshi ham. O'yinchi bu yoshda bu klubda hozir o'ynab psixologik qanaqadir yoqqa qurilgandan ko'ra zaxirada o'tirib, qonga to'lgani yaxshi-da. O'yinni men skameykadan ko'rib, ular bilan birga trenirovka qilyapti. Shu murabbiydan birga nafas olyapti, bitta havodan, bitta o'sha bazada yashayapti. Ularning o'yinini ko'rib, o'yindan o'yinga u ko'proq kuch yig'adi, emotsional kuch yig'adi. Bu o'ta shaxsiy fikrim meni, lekin aniq bitta narsa kelajagi hali oldinda. To'g'ri qildi. Zaxiraga olib ham o'sha o'yinda
Sababi sariq oldi, keyin bu juda ham o'zini hali ayamaydigan, kerak bo'lsa hujumchini ham ayamaydigan o'yinchi, yana bitta sariq olib jamoa og'ir ahvolda qolish ehtimoli ham bor edi. Chunki himoyachida sariq olmaydi degan kafolati o'zi yo'qdi. Bu moment og'ir vaziyatda chalishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Dam bergani ham yaxshi bo'ldi. Baribir O'zbekiston batda o'ynadi, keyin Eronda samolyot, charchoq, yetarlicha. O'zbekistondan keyin terma jamoadan qaytgandan keyingi o'yin bo'ldi bu. Sizga qolganda, menga qolsa deydi-yu, Abbos qaysi klubga o'tishini men aytaymi, men Bavariyaga o'tishini xohlayman. Bavariyaga? Ha. Menga qolsa eng birinchi o'rinda umuman Rossiya chempionatidan tezroq ketsin. Eng to'g'risi. Umuman, bu fikrga men ham qo'shilaman. Umuman foydasi yo'q. Rossiyadan hamma top o'yinchilar sekin ketib bo'ldi. Faqat mahalliy o'yinchilar, qari o'yinchilar qolgan. 3-chi darajali, xuddi bizdagi legionerlar o'ynaydigan darajadagi legionerlar bor, ular hech narsa bermaydi. Birinchi o'rinda shu, ikkinchi o'rinda endi bilmayman, agar Bavariya qiziqayotgan bo'lsa va qanaqadir yaxshi taklif bo'lsa ketish kerak. Endi Benfica qiziqyapti deyshadi. Farqi yo'q. Hattoki mana qaysi jurnalistimiz yozdi, hozir eslolmadim. Fenerbahçe va Galatasaraydan ham taklif tushyapti. Tramplin sifatida bo'lsa ham 1 yillik bo'lsa ham shartnoma imzolab turib, bu yoqqa o'tgan yaxshi. Ya'ni bo'lishi mumkin 1 yillik, 2 yillik shartnoma imzolab bu yoqqa, chunki Galatasaray ham yoki Fenerbahçe ham keyingi yil bo'lmasa undan keyingi yilgi UEFA kubogi yoki Chempionlar Ligasida o'ynash imkoniyati paydo bo'ladi. Bitta ko'rinsa bo'ldi. Bu ham yosh hali. Ha, potensiali bor. 2 yil u Yevropa futbolidan ko'proq nafas olsa, ko'proq tayyor bo'ladi. Katta tramplin bo'lib beradi. Benfica ham xuddi shunaqa. Benfica ham o'zi akademiyasi kuchli, juda ham ko'p avvallari katta futbolchilarni yetishtirib chiqargan va hozirgi seleksiya o'zgargani uchun, ya'ni futbol akademiyalaridan ham burun hozir futbol klublari yaxshi ish qilyapti. Xuddi mana Husanov misolida ular ham hozir shu yo'lga o'tdi. Ya'ni Benfica ham olib uni oxirigacha foydalanmoqchi emas. Har bitta seleksioner, har bitta klub ba'zi bir mana o'yinchilarning imkoniyatini ular o'zi bilmagan, ya'ni ularning murabbiylari ko'rmagan tarafini ko'radi-da. Ana o'shani ochib beradi. Necha yillik tajriba bor. Bu 5 millionga olibdimi? Farqi yo'q narxidan. Umuman u o'yinchini olib, u o'yinchini bekorga u klublar olmaydi, biladi qaysi tarafini rivojlantirib, qaysi taraflama undan foydalanib, uni ertaga ko'proq necha baravarga sotilishini biladi. Transfer bozoriga shunday chiqarib qo'yadi. Yaxshi mahsulot sifatida, agar bozor tilida gapiradigan bo'lsak, o'sha taraflari ham bor-da. Masalan, ya'ni Benfica deman shunaqa ko'proq maqsad falsafa ko'raman. Chem Bavariyadan ko'ra. Bavariyada ham bo'lishi mumkin. Bavariya ko'proq o'zini ko'proq kelajagiga ishlatish uchun uni oladigan klub Bavariyaga tayyor bo'lib kelish kerak futbolchilar. Ular menimcha uni tarbiyalamaydi-da. O'tirib qarab, yo'q, tarbiyalaydi. Ya'ni mana falsafasini o'qitiradi-da, falsafasini o'qitiradi. O'tira olmay qara, sen ukajon chap oyog'ing o'zi zo'r, uyga borgan payting har chap oyog'ingni mana bunaqa qilib mashq qilgin deb, menimcha ular mana bunaqa ipidan ignasigacha tushuntirib beradigan naqa bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Yo'q, bo'ladi, hammasida bo'ladi baribir bu narsa. Kim siz aytib berdingizmi? Ana Ferdinandlar podkasti bor-ku, o'shanda nima qilayotganda Husanov degan Manchester Cityga bitta yulduz futbolchini effektisini olib keldi. Kim edi Husanov? Uni tanimasdi-yu, hech kim bilmagan uni. Lekin u olib kelgan aktiv, как будто ular mashhur futbolchi keldi degandek bo'lganda. Bu hamma sportimizda bor. Xoh UFC bo'lsin, xoh futbol bo'lsin, xoh boks bo'lsin. Agar siz uni qo'llab-quvvatlasangiz, uni orqasidan tomosha qilayotgan muxlislar ko'pligini bilishsa, misol uchun bokschilarga yaxshi jang beradi, futbolchilarga yaxshi imkoniyat beradi. Mana shu narsa hammasi bor narsa va bu qo'llab-quvvatlashdan hech qachon iltimos sizlardan haligi tortinmanglar va orqaga ketmanglar. Vaqtlarini ayamanglar. Bitta narsa adashmasam, bu Realda rasmiy profilida ham Vinicius bilan Husanovni qo'ydi. Misol uchun hammasini ham qo'yurmaydi, lekin o'sha post ham yonib ketgan. Kommentlar boshqalar ular ham bildi. Kerak bo'lsa bitta dunyoning top klubi his qilyapti o'zbek auditoriyasi, misol uchun. Hozir любой biznesga o'xshab, любой yo'nalishga o'xshab
sportni ham qanaqadir qadriyatlari o'zgaryapti deb o'ylayman shu ijtimoiy tarmoqlarning hisobiga. Masalan, Nursulton Ro'ziboyev bizga yaqinroq nima deydi, jigarimiz bitta anaqada aytdiki, ko'proq dedi qo'llab-quvvatlanglar, kommentariyada boshqalar repost qilib, kerak bo'lsa uni yo'nalishi UFC bo'lgani uchun Dana White atmetga qilib, boshqa qilib, UFC ni atmetga qilib qo'llab-quvvatlanglar, chunki UFC ko'radi. U PR ga, shaxsiy uni brendiga, aktiviga, ijtimoiy tarmoqlardagi uni aytaylik darajasiga, statusiga alohida e'tibor beradi dedi. Bu faqat UFC da emas. Men o'ylayman, hamma sport turida, hamma yo'nalish, hozir hamma biznesda, hamma narsada mana shu narsa bo'lib qoldi. Agar uni PR kuchli bo'lsa, agar uni aytaylik ijtimoiy tarmoqdagi haypi baland bo'ladigan bo'lsa, unga kerak bo'lsa yaxshiroq jang berish, yaxshiroq aytaylik taklif berish masalalari menimcha bo'ladi. Qanaqadir undan ko'ra kuchliroq, lekin ijtimoiy tarmoqda yo'qqa nisbatan. Chunki Bakli, bu hokazo mana Kayolar ham misol uchun Nursulton bilan jang arafasi ular ham bildi nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti. Chunki men ularni jang kuni yoki jang e'lon qilinganda o'tasiz-ba profiliga. O'tsiz qanaqadir bir 20 mingta odami bor, postlar 200 ta like yig'adigan jangchilar bo'lgan-da. Endi bizdaqa qo'llab-quvvatlamaydi ularni baribir auditoriyasi. Keyin bu e'lon qilingandan keyin o'tsiz o'zbeklar endi so'kmagan gap qolmagan. Shuning orqasidan uni aktivini ko'tarib yuborgan. Obunasini ko'tarib yuborgan. U ham bilyapti. Shuning uchun hali trash talklar misol uchun qilmaydigani ham biznikilar bilan tushib qolsa qiladi. Chunki aktiv ko'tarish. Mana auditoriyani ko'proq Bakli rosa men o'zbeklarni yaxshi ko'raman, bu narsalarda mana paxta qo'yishgacha bordi. Sababi bildi bu qanaqa auditoriya bor, qanaqa kuch bor. Kontaktga borsa aktiv keladi. O'ziga endi hammaning manfaati. O'zi UFCda Dana White'da ham eng katta falsafasi bu asosan PR, ya'ni kim mashhurroq bo'lsa, kuchli bo'lmasligi mumkin. Kuchli bo'lmasligi. Kim mashhurroq bo'lsa yoki mashhur bo'lishga qanaqadir sabab bo'lsa, ya'ni alohida belgisi, jangdagi alohida qiliq. Masalan, McGregor ham baribir uni qiliqlari ko'proq uni mashhur qilgan va undan keyin u yog'iga dalcha keng. Kuchli gap yo'q. 10 ta jangda mag'lub bo'lmaydimi? Da, shunaqa. Lekin katta jang ham unga uje aniq bo'ladi. Aniq uje katta jangi bo'ladi agarda u mashhur bo'lishga kichkina bo'lsa ham yaqqol elementi bo'lsa. Chunki ko'proq auditoriyani qaratib bera oladi u, ko'proq kerak bo'lsa bilet sotuvini yo'lga qo'yib bera oladi, ko'proq translyatsiyani yo'lga qo'yib bera oladi. Chunki uni auditoriyasi bor, nimadir alohida belgisi bor ijtimoiy tarmoqda misol uchun. Shuning uchun uni gonorari ham kattaroq bo'ladi, balandroq bo'ladi. U kuchli bo'lmasligi mumkin, undan zo'rlari bo'lishi mumkin, lekin baribir mana shu yo'nalishda faoliga alohida e'tibor любой sport turida. Lekin boyagi o'sha gapni mavzuni boshi Eldor ham, ya'ni Romani akkauntida Eldor ko'p ko'rinadi doim. Oddiy trenirovkalaridagi videolarda ham yo boshida yo oxirida aniq joyda ko'rinadi yoki obloshkasiga spesialni qo'yib qo'yiladigan bo'lgan. Anchadan beri Husanov effektidan oldin, agar shunaqa deb aytsak, Abbos Fayzullayevda ham xuddi shunaqa. Hozir Masharipov Eronda o'ynayapti. Eronda o'sha Masharipov o'ynayotgan klubda ham xuddi shunaqa Oston o'ynaganda ham agar assist bo'lsa ham yoki assist bo'lsa ham, ya'ni hujumni boshlab bergan bo'lsa ham, u o'shandan boshlanadi video. Buni his qilib olishgan o'sha ancha. Bu targetologlar klub SMMchilari o'zi o'tgan kursda gaplashdik. Bu narsa haqida, o'sha Real Madridni qo'ygani haqida ham уже ular his qilishyapti. Bundan foydalanishadi. Bu klubning mashhurligi uchun xizmat qiladi. Agarda misol uchun u klubning mashhurligi zadachasi ham qo'yiladi. Klubni, ya'ni o'sha o'z har bir ishxonada hattoki o'zingizga yil davomida bu yil mana maqsadni qo'yasiz o'zingizga. Klubda ham xuddi shunaqa. Bizda ham top 3 ta o'yinchi olishimiz kerak. Klubimizni mashhurroq qilishimiz kerak. Nimaga klub mashhurroq qilinadi? Oddiy mana shu maketi, ya'ni o'zi ishlab chiqaradigan fan do'konlari bo'ladi-yu. Ana o'sha yerdagi sotuvlarning rivoji uchun bu juda muhim. Agar klub mashhurlashsa, bugun sen
bu klubni bilmagan bo'lsang, ertaga u klub haqida yaxshi ma'lumotga ega bo'lib, kichkina bo'lsa ham muxlis bo'lsang, ertaga fan magaziniga kirib futbolkasini olasan. Sharfini olarsan, balkim boshqa qilasan. Bitta mashhur futbolchi kelib, uni muxlislari agar ko'p bo'lsa, uni shu futbolkasini sotishga ko'p ko'rganmiz. Misol uchun shu Roberto Carlosni ham, Beckhamni ham transferlari, Zidanni transferi, hammasi Ronalduning transferidan keyin Ronalduni futbolkalarini sotib transfer pulini yo'qoldi. Transfer yo'qoldi kerak bo'lsa. Ha, shunaqa. Juventusga o'tgandan keyin ham qancha darajada sotildi. Futbolkani sotib, prosta futbolkani sotib xarajat yopib qo'ygan Juventus. Bu o'sha futbol klubini umuman moliya bo'limi uchun juda muhim omilda. U umuman yaxshi yurib ketadi ishi. Unga tikilgan pulni qanchadir fundamentini chiqarib olgan taqdirda ham, misol uchun 200 million berdimi, 100 millionni yoki 80 millionni chiqarsa, uje qolganini keyingi uni o'yinlardagi ishtirokidan chiqarib oladi bemalol. Un bilan qanaqadir kichkina aktivistlar. Bitta masala bor, mana ko'pchilik xo'p Husanov mavzusidan keyin aytaylik Eldor masalasi sal misol uchun qanaqadir soyada qolgandek bo'ldi yoki Abbos Fayzullayev bizni top legioner futbolchilarimiz haqida gapiryapman. Keyin Eldor ham bir yonib, haligi nima deydi, o'zgarish o't qo'ydi Roma tarkibida. Nima deysiz? Husanov bulardan ko'ra ko'proq tilga olinishiga sabab top klubga o'tganimi, balandroq pulga o'tganimi? Hammasi. Bu yerda bitta hozir aytganingizda bitta jihat bor. O'zim ijtimoiy tarmoqlarda aytgan edim. Buni boshqalar ham sekin ko'pchilik aytdi. Bitta zo'r jihat bor. Husanov Manchester Cityga transferi e'lon qilindi. Bu bitta narsa. Birinchi o'yinga tushdi Chelsea bilan. Ikkinchi o'yinga tushdi Real bilan. Yaxshi o'yin ko'rsatish boshladi-yu, o'sha o'yinlarga tushib. Eldor Shomurodov xuddi shu parallel, ya'ni ketma-ketlikda u o'yinlarga tushib yaxshi o'ynagandan keyin Eldor Shomurodov как будто yo'q bo'lib qolganda edi haqiqatan, lekin u haqiqatan ham shunaqaroq edi. O'rtacharoq darajada masalasi ham bo'lyapti. O'yin, assist berdi, gol urdi, assist berdi, gol urdi. Bu yerda чисто человеческий anaqa konkurensiya, ya'ni raqobatli. Islom ko'proq sal taniqliroq, obunachisi ko'proq bo'lishni boshladimi, siz kontentlaringizni yaxshiroq qilishni boshlaysiz. Sizniki yaxshilashdimi, men sizga qarab yaxshilashaman. Bu hech qanaqa hasadsiz, hech qanaqa nimasiz ishlaydigan narsa. Ya'ni oddiy qo'shnimiz remont qilsa, biz ham o'zimiz bilmagan holda pul yig'ib remont qilishga tushamiz. Nimadir shu narsa bor, shu narsa ishladi, faqatgina shu narsa yaxshi ma'noda raqobat. Albatta ko'paysa o'yinchilar, agar tasavvur qiling, shunaqa 10 ta futbolchimiz bo'lsa shunaqa. Endi tasavvur qiling, qani biz bir-biri bilan birlashayotmaydimi? Bori bittasi yo'lda, bittasi bu yo'lda. Orif Tolipov o'tgan ko'rsatuvimizda kelganda u aytdi, shu haqidagi shunga yaqin bir fikr bo'lganda, shu 10 ta bo'lsa, 15 ta bo'lsa, ertaga o'yinchilar, bu ya'ni top ligalarda o'ynaydigan, top o'sha Yevro chempionatlarida o'ynaydigan o'yinchilarimiz ko'paysa, mana shu Husanov atrofidagi har xil yoqimli, yoqimsiz nimalar o'z-o'zidan sekin kamayib, ya'ni o'zi shakllanib ketadi. Endi bu hammaga teng bo'linadi. Etap, qanaqadir o'tish etapi, bundan baribir o'tishimiz kerak. Biz uchun bu yengillik. Qachonlardir bir marta Zaytullayev Juventus tarkibida paydo bo'lgan, keyin yo'q bo'lgan. Misol uchun Shatskix Dinamo Kiyevda Real bilan o'ynagan, Realga gol urgan, 2 ta gol urgan. Jafar Ismetov ham hammasi orada yillar farqda. Jafar Ismetov Spartakda o'ynayotganda Oliver Kanga akrobat gol urib qo'yishiga ozgina qolgan. Misol uchun bo'lganmiz, ancha payt uyquga ketganmiz. Jasur Yaxshiboyev birdaniga bo'lmagan yaqini oxirgi. Eng yaqin oxirgisi urilgan gollardan. Shunaqa ko'paysa, shunaqa o'yinchilarimiz yana bitta rivojlanib ketamiz. Faktor bor bo'lyapti. Meni o'ylashim bo'yicha, agar 10 ta bo'lsa yoki 15 ta bo'lsa, bu bitta pozitsiyada 3 ta 4 ta yulduz. Misol uchun legioner. Bitta himoyada 5 ta.
uni 3tasini biz olishimiz kerak. O'yinga o'zaro raqobat ham bo'ladi terma jamoaga chaqirilish bo'yicha. Hozir masalan Abbos bilmadim, hech qanaqa shubhasiz, meni ham shubham yo'q. O'zini ham shubhasi bo'lmasi mumkin. Agar jarohati bo'lmasa termaga chaqirilishi bo'yicha yoki aytaylik Husanov yoki Shomurodov misol uchun. Ular hali joyi garantiyali deb tasavvur qilsak, shunaqa fikrlasak bo'ladi. Terma jamoadagi joyi kimdir qo'yadi hozir keyingi mana o'yinda degan narsa yo'q. Yoki Shomurodov o'rniga palonchini tushiradi agar u sog' bo'lib tursa. Agar u bitta pozitsiyada hujumda 5 ta biz top o'yinchimiz bo'lsa, 5 ta Yevropada o'ynaydigan yoki 5 ta haqiqatda to'prar bo'lib turgan bo'lsa, o'zi harakat qiladi. Anaqa bo'ladi. Raqobat bo'ladi u joyda. Mana tushish masalan murabbiyda ham keng tanlov bo'ladi. Misol uchun palonchi charchab qoldi. Endi shundan boshqa variantim yo'q, o'ynaversin bo'lmaydi misol uchun. O'tda ham lekin bitta kichkina nima deydi, minusi bor. Такой negativniroq joyi bor. To'g'ri bo'lsa, ya'ni o'yinchilarning yoshi muhim bo'ladi va u o'ynayotgan shu top klubni ba'zi bir top klublarda o'yna oladigan, ya'ni yulduz o'yinchilar o'zini terma jamoasida har doim ham zo'r o'ynamaydi. Har doim ham zo'r o'ynamaydi. Oddiy misol masalan kechagina Argentina Braziliya 4-1 bo'ldimi? Misol uchun Rafinha Barselonada qanaqa o'yinchi hozir? Vinicius, как бы Vinicius, Argentina bilan o'yinda qanaqa darajada? Ya'ni u tushunarsiz, ya'ni Argentinaga buvshi chempionlar, ularni unutish kerak emas. Yo'q, unutmayapmiz, lekin bu o'yinchilarning darajasi qanaqa? U terma darajasidagi o'yinchi bormi yo'qmi degan savol bor. Misol uchun Rafinha darajasida, Viniciuslar bular oltin to'pga to'g'ridan to'g'ri da'vogar o'yinchilar. Hozir Argentina tarkibida shunaqa o'yinchi bormi degan savol beryaptilar. To'g'ri tomondan. Ya'ni bizani o'yinchilarimiz 10 ta bo'lsa-yu, lekin ular zo'r o'yinchi bo'lsa o'sha o'zining klubida, biz ularni chaqirsak terma jamoaga va конечно bular zo'r, bulardan boshqasini biz olmaymiz, eng zo'ri bular legionerlarimiz deb bularni yig'ib bitta komanda qilib o'ynasak-yu, lekin 3-0 kimgadir yutqizib qo'ysak, masalan Qirg'izistonga nima bo'ladi? Buni eng zo'r misoli Angliya termasi bo'lardi-yu, mana o'tgan jahon chempionatlarida. Angliya o'yinchilari yillar Angliya yulduz, lekin guruhdan chiqalmagan, bir narsa. Beckham, Owen, Scholeslar o'ynagan paytlari. Men juda ham qattiq xohlardim o'sha mahalda. Mana shu Beckham, Owen, Scholes, Gary Neville, Gerrardlar ularni hammasini zo'r muxlisi bo'lganman. Juda ham yoqtirardim, juda ham. O'sha paytda xohlardim har yili Angliya kamida finalgacha borishi. Chorak finalga ham bora olmas edi. Chorak finalga ham bora olmas. O'sha paytda ham Angliya Premier Ligasi top liga bo'lgan, o'sha paytda ham o'sha bir nechta sastafi bo'lgan Angliyaning terma jamoaga eng zo'rlarini tanlagan, eng zo'r anaqalar bo'lgan, murabbiylar bo'lgan, terma jamoaga anaqa murabbiy, lekin hech qachon mana oxirgisi finalgacha bordimi? Finalga Ispaniya bilan. Finalgacha bordi. Oxirgi anaqada. O'tda ham baribir omad, men bilmayman, omadmi, tajribami, boshqami? Mana Harry Kane'ni o'zi angliyachilarning ajoyib bir anaqasi bor. Oxirgi yillarda bilmayman, 25 yildan beri ananasimi, shuni anana bo'lib qoldi-da. Angliyachilar katta to'p nimani yutishmayapti-da. Chempionlar ligasini ham mana Harry Kane kecha ham o'tgan kuni intervyu bergan. Kichkina anaqa Chempionlar ligasini yutish katta orzuyim. Men Bavariyada-yu hozir. Katta orzuyim deb ana jirni qilib aytganda. Shu kichkinagina qitib bossimda Telegramda kichkina bir joyda o'qidim-u, lekin shunaqa katta bir dard bilan aytganini his qildim-da. Как будто rostdan, как будто emas. Rostdan his qildim-da shu bolaga. Juda ham ajoyib. Top o'yinchi lekin anaqasi yo'q, bir YouTube trofey 0 menimcha adashmasam. Futbolda menimcha shunisi ham qiziq deb o'ylayman har doim. O'zimiz ko'rmagan, bilmagan qaysidir jamoa yoki o'yinchilarga shunaqa darajada bir xillarida o'zimiz bilib bilmay переживать qilamiz, uni o'ylaymiz, u uchun achirib ham qo'yamiz-da kerak bo'lsa. Bo'lmasa ular millioner. Mana masalan Bahodir hammadan ham yaxshi biladi. El Clasico'da agar Barselona yutqizsa, Elmurod qanaqa darajada yo'q bo'lib, korpolantiga kirib, mana hozir yutyapti El Clasico'da.
Hozir Elmuroddan zo'ri yo'q. Ertaga yutqizib qo'ysa nima bo'ladi? Yutqizsa o'sha Barselona rahbariyatiga murojaat chiqadi. Elmurod ham yo'q qolmaydi, lekin yutqizsa rahbariyatga murojaat bo'ladi, yutsa raqibga murojaat bo'ladi. Lekin bu shunchaki hazil, shunchaki video emas-da, to'g'rimi? Baribir orqasida muxlislik dardi bor-da. Shuning uchun ham zo'r bo'ladi-da u. Shuning uchun ham biz ko'ramiz-da. Elmurodda nimasi ta'sir qiladi-da. To'g'ri. Shuning uchun ham ta'sir qiladi. Aytolmani bilib bilmagan holda katta переживать qilib qo'yamiz bitta klubga, bitta o'yinchiga. Ha, просто tak kontent uchun qiladiganlar bor. Misol uchun qaysidir klubga muxlis bo'lib olib, muxlislar uchun, zritellar uchun, auditoriya uchun, aktiv uchun nimalardir qilib, lekin Elmurod akada bu chista hayot mamot masalasi. Bormi senda shunaqasi Islom? Yo'q, hozir yo'q. Hozir yo'q. O'zbekiston terma jamoasi bor. Faqat, ha? Faqat. Ertaga chiqolmasa, lekin bir hafta yo'q ketasan-a? Bir hafta yo'q bo'lib ketaman. Ya normalis qilamiz agar chiqamiz. Yo'q. Ya, chiqamiz. Masalan, shunaqa negativsizlar. Yo'q, negativ emas, chiqadi. Bahodir? Juda yarim qadam qoldi. Keling, endi sizni klubingiz haqida gaplashamiz. Qaysi klubga muxlislik qilasiz? Ozgina. Men stand-up klubga muxlislik qilaman. Ko'rdingizmi o'yinlarini? Stand-up klubni, futbol sahnani aytyapsiz, to'g'rimi? Mana like up turaylik. Medalimiz hozir esimga tushib qoldi. Rostdan muxlisimiz bo'lgan, muxlislik qilgan. Bilaman. Kimga muxlislik qiladi? Fan qatorida o'tirganmiz, oqlan medal olganmiz-ku, biz like upda yutqizmaganmiz. Birorta o'yinda yutqizmaganmiz. Alamli tarafi birorta o'yinda ham yutmaganmiz. Faqat necha o'ynaganmiz-da, oxirida penaltilar seriyasida yutib ketdik. Zato medalimiz bor. Medalimiz bor. Showimiz ozgina yakuniga yetyapti. Menda bitta boy fikr bor edi, esimdan chiqib qolmasdan oldin. Shunchaki endi terma jamoalar haqida, o'zimizda O'zbekiston terma jamoasi haqida gaplashdik-ku ko'p. Uchalamiz shunchaki 3ta bo'lsa 9ta tam bitta ikkita mana ikkalanglar bittadan, ya'ni 4tadan, sizlar ikkalanglar 4tadan 3ta. O'zbekiston terma jamoasini mana shu hozirgi davrgacha bo'lgan o'yinchilaridan bitta umumiy terma jamoasini bitta yig'iylik. Va umumiy terma jamoa shunaqa bir. Men o'zi unaqacha men bu haliga 94-yildagi O'zbekiston terma jamoasini eslab bilmayman. Xo'p, mayli o'sha eslaganingdan. Ha, eslaganlarimni aytdim. Lekin Igor Shkvirin bo'lgan adashmasam, o'shanda terma jamoada ham o'ynagan. Men eslaganlarimdanman. Ya'ni o'sha pozitsiyaga biz yetmaymiz o'yinchini. O'sha pozitsiyaga yetmaysizlar o'yinchi. Qaysi pozitsiyalarni aytib bedinglar? Davay, o'shani aytaman. Menga pozitsiyaga farqi bor edi odamimizmi? Mayli. Bo'lmasam Bahodir siz boshlang. Men boshlayman, darvozadan boshlaylik. Mana O'zbekiston tarixidagi, davridagi eng zo'r terma jamoamizda o'ynagan 4 ta o'yinchini ayting. Biz qo'yib yuboramiz uni shundoq pozitsiyasiga. Eng zo'r 4 ta o'yinchi kim? Siz uchun. Men o'zim ko'zim bilan ko'rib o'yini yoqqan. Shunaqa. Qosimov albatta. Mirjalol Qosimov. O'rtada Qosimov. Ahmedov, bular bitta pozitsiya bilasizmi? Yonma-yon qo'yish mumkin bemalol. Odil Ahmedov, Qosimov bo'ldi. Himoyada bir paytlar bitta ikkita o'yin uchun Islom To'xtaxo'jayev ham yoqqan. Atak hozir Husanov deylik. Husanov yoqadi. Tezlik va hokazo bu yo'nalish bo'yicha. Va darvozabonlar bilmayman. Nestrov bo'lgan bo'lishi mumkin. Nestrov. Ну, по-моему, да, Игнатий Несторов. Nestrov varatada, Husanov orqa himoyada, Qosimov и Odil Ahmedov. Jasur Hasanov bor edi krayda. Chap qanotda o'ynagan. Hujumkor, himoyachi u. Jasur Hasanov yarim himoyachi. O'zi to'g'ri yarim himoyachi. Hozirgi futbolda mana zo'r o'yinchi. Hujumkor Jasur Hasanov 41 yoshgacha o'ynadi mana. Men vot Genrixni men qo'shgan bo'lardim. Hujumchi Genrix. Zo'r Genrixni men vot qo'shaman. Hasanov kim nima deysizlar bilmadim. Genrix bo'lish kerak bu tarkibda deb o'ylayman.
Albatta Shatskix bor. Genrix bilan hujumda. Ha, Genrix bilan hujumda Shatskix bor и Sardor Rashidov. Tak, Hasanov, Genrix, Shatskix, Mana qasdan terib oldim men. Sardor Rashidov. Mamad oldi degan siz. 3 ta himoyachi bo'ladigan bo'lsa, tak. Men qo'ygan bo'lardim chap himoyaga Nikolay Shirshovni. Oho. Nikolay Shirshov qo'ygan bo'lardim. Eslasanglar, tanisanglar, bilsanglar. O'ng tomonga Alijonov. O'zi o'ng tomonda ko'p Xvastunov ham lekin o'sha paytda zo'r o'ynagan, juda ham zo'r. Denisovchi. Yo'q, Denisovdan ko'ra, men Shirshov tanladim. Shirshov men uchun juda ham Shirshov ham himoyada ham hujumda ham yaxshi o'ynadi, yordam bergan. Endi bu ko'proq hujumkor tarkib bo'ldi. Agarda oladigan bo'lsak, bizda bu yerda Nestrov darvozada, Husanov orqada, chapda Shirshov, o'ngda Alijonov, Hojiakbar Alijonov, tak o'rtada tayanch qilib olamiz Odil Ahmedovni, ya'ni markazda, chap yarim himoyada Jasur Hasanov, o'ng yarim himoyada Sardor Rashidov, oldinda ikkita Genrix va Shatskix va ularning orqasida Qosimov. To'g'ri bo'ldimi? Jiparov qolib ketdi. Yo'q, nima bo'ldi? Zaxirada? Ha, zaxirada bor-ku hali biz maydondan tashqarida ham o'yinchilarimiz bor-ku, qolganlar ham bor. Kirmadi agar Shomurodov, Fayzullayev terma jamoada eng ko'p gol urgan hujumchi tarixda. Abbos bor, aqlli, intellekti yaxshi uni ham. Biz shunchaki shunaqa tarkib bilan Jahon chempionatiga borsa, shans qatgacha borishgacha yetardi masalan. Men bilmayman qanaqacha borishgacha, lekin Marokash kabi o'yin ko'rsatishimizni xohlayman. O'tgan safargi jahon chempionatida Marokash fenomenal. Bu tarixda bunaqa narsa. Yoki debyut 2008 midi Gretsiya? Debyut birinchi Yevroda. 2004 Gretsiya. Menga o'sha ko'proq yoqadi. Gretsiya. Emotsiya shunaqa bo'lgan endi. Ko'pchilik futbol muxlislari o'sha endi umuman butun dunyo futbol muxlislari shunchaki o'zini jamoasini unutib, o'zini jamoasidan hamma Gretsiyaga qilishga o'tib ketganda maza qilib Kim chempion bo'lgan oxiri? O'sha Gretsiya chempion bo'lgan. Bo'lganmi 2004? Yevropa chempionatida 2004da. Yevro. Portugaliya bilan finalda 1-0 ga yutgan. Portugaliyaga alamli bo'lgan Ronaldo, yosh. Figo, Nuno Gomes juda ham zo'r bo'lgan anaqasi Portugaliyaning shu yilgi tarkibi umuman juda ham yaxshi. To'plar tarkib bo'lgan. Zo'r bo'lgan. Omad hamma terma jamoaga va eng asosiysi o'zimizdan hammaga emas, bizda terma jamoaga, qolgan klublarga deng. Sizni duoyingiz o'tib ketishi mumkin-ku, yoshingiz katta sizda. Terma jamoada faqat bizniki. Terma jamoada faqat bizga haqida gaplashdik-ku, shuning uchun terma jamoalarga omad deyapman. Faqat biznikiga deb ayting deyapman. Yoshingiz katta, duoyingiz o'tib ketib qolsa-chi hozir. Hammasiga va albatta eng asosiysi bizga. Yaxshi odam hammasiga dedi. Faqat biznikiga deb ayting. Yo'q, endi bunchalik egoist bo'la olmayman. Qolganlarga jichilan bersiz. Men hammaga yaxshilik qilgim keladi. Klublariga yaxshilik qiling, tamom. Nima qilasiz davlatga aralashtirib? Hamma butun dunyo klublariga va O'zbekiston terma jamoasiga. Bir islomda ismingiz hammani bir xilday ko'rgingiz keladi. Mayli. Duoni bering. Hammaga rahmat. Menimcha bugun maza qildik Bahodir bilan. Shunchaki bir xil biz ekanda. Hamma islomlar ham bir xil biz ekan. Yo'q, albatta. Hammasi bir xil emas. Rahmat. Men o'zi juda unaqa futbol mutaxassisi emasman aka. Rosa xijolat bo'ldim to'g'risi. Kommentda hali nimalar bo'ladi bilmayman. Bu qayerdagi nima deyapti. Bu shunchaki bizdan mana futbolmi? Hech kim mana futbol haqida o'zi aslida hech kim emasman. Eng asosiysi biz futbol haqida gaplashganimiz va bulardan albatta qanaqadir to'liq bir fikr bor. Ya'ni bu qanaqa bizani fikrlarimiz har xil bo'lmasin, hammasi bizani o'sha futbolimiz rivojlansin, terma jamoamiz jahon chempionatiga chiqib uzoqroq bosqichlargacha borsin va kelajakdagi umuman rivoji yanada zo'r bo'lsin
Mana asosiysi shu, eng asosiysi shu. YouTube'da mana shunaqa sport kanalida bizani ko'rib turganlar, biz sizlardan so'raymiz, bizga izohinglar, ya'ni bizga kommentinglar, fikringlar juda ham muhim. Hammasini yozinglar. Kimlar kelishini xohlaysizlar, qanaqa formatda bo'lishini xohlaysizlar, nima yoqdi, nima yoqmadi, hammasini biz o'qib boryapmiz va o'qiymiz. Albatta yozinglar, biz uchun bu juda ham muhim. Mana Bahodir ham ertadan o'qiydi, kutadi. Albatta. Islom har doim qani YouTube'da nima bo'ldi deb kiradi. Har kuni ko'raman. Stand-upga chiqishdan oldin ham hozir ko'rib olaylik. Stand-uplarda Islomni agar ahamiyat bersanglar, telefonga qarab qo'yadi. Ana o'sha paytda mana shunaqa sport kommentariyalarni ochib o'qiyotgan bo'ladi. Xuddi shunday. Like bosinglar, podelitsiya qilinglar. Hammaga rahmat. Bugungi mehmonimiz Bahodir Orifjonov bo'ldi. Vodiydan keldilar. Vodiy futbolidan boshladik, terma jamoa bilan tugatdik. Sizlarni yana yaxshi kontentlar bilan xursand qilamiz degan umiddamiz.